Shunaqa gaplar, ey Allohning rasuli. Amr ibn Umayyaga nima bo'lganini bilmayman. Payg'ambarimiz Salmaning sog'-omon qaytib kelgani uchun Allohga hamd aytdilar. Amr ibn Umayyaga esa najot va salomatlik so'rab duo qildilar. Bu vaqtga kelib Amr ibn Umayya Madina yo'lidagi sahroni kesib o'tayotgandi. Lekin u birdan to'xtab qoldi. Ana, qidirilayotgan Amr ibn Umayya mana shu odam bo'ladi. Mendan nima istaysiz? Ey nodon! O'ylab savol beryapsanmi? Albatta kallangni olishni istayman. Bu ish Abu Sufyon va Quraysh uchun juda muhim. Ey taqirbosh, seni o'ldirmayman. Boshlig'ing Abu Sufyonning o'rniga Madinaga seni olib ketaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Amr bilan bo'lgan voqeani eshitib kulib qo'ydilar. So'ng Amr ibn Umayyaning haqqiga duo qilib, uning shijoatini maqtab qo'ydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Amr ibn Umayyani muhim topshiriq bilan yuborganlarini zikr qildik. Endi o'z navbatida Mauna qudug'iga yuborilgan qo'shin bilan sodir bo'lgan hodisani va u sababli voqea bo'lgan katta talofatni eslab o'tishimiz lozim. Abu Baro Omir ibn Malik Rasulullohning huzurlariga bir iltimos bilan keldi. Ey Muhammad, sahobalaringdan bir nechtasini Najd ahliga yuborsang, ular seni diningga da'vat qilsalar degandim. Umid qilamanki, najdliklar bu da'vatni qabul qilishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Baroga avval islom diniga kirishni taklif qildilar. Lekin u qabul ham qilmadi, rad ham etmadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga Najd ahli sahobalarimga biror zarar yetkazishdan xavfsiramayman dedilar. Men ularni himoyamga olaman. Hech nimadan qo'rqmasang ham bo'ladi. Qayerga ketyapsiz ey Munzir? Rasululloh islom dinini yoyish va mushriklarni Allohning diniga da'vat qilishimiz uchun bizni, ya'ni ansorlardan 70 ta qorini Najd ahliga jo'natyaptilar. Alloh sizlarga nusrat bersin va qadamlaringizni sobit qilsin. Menimcha siz safardalik chog'ingizda ko'zim yorisa kerak. Agar o'g'il tug'ilsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ismlaridek Muhammad deb ism qo'y. Sallallohu alayhi va sallam. Agar qiz bo'lsa-chi? Unda Xadija deb nomla. Xadija payg'ambarimizga birinchi bo'lib iymon keltirgan va u zotni qo'llab-quvvatlagan ayoldir. Seni Allohga omonat topshirdim. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.